Diqqat! Disclaimer. Diqqat! Bu video materiali faqat ko'ngil ochish uchun mo'ljallangan. Biz kimdir yoki nimadir haqorat qilmoqchi emasmiz. O'zbek tilida animatsiya va dublyaj muallifi hech kimni yoki hech nimani ta'rif qilmaydi. Bu shunchaki animatsiya. Ushbu video boshlanishidan oldin kanalga obuna bo'lishni unutmang. Shuningdek, o'z layklaringizni bosing. Bu siz uchun qiyin emas-ku, biz uchun yoqimli. Barchangizga maroqli tomosha tilayman. Nimalar qilib qo'ydin? Onasini yeyamisan? 15 yil oldin bizning millatimiz butun dunyoni boshqargan. Voy, bu qanday ajoyib! Ha, bu juda ham ajoyib. Bir kun kelib men har doim dunyoni boshqaraman. Yo'q, buni faqat eng zo'rlar qila oladi. Shu gapingizga bulburchamni yeyapsiz. Qara, men bir kun kelib shu darajada kuchli bo'laman. Kirokas, sizlarni vot chaqiryapti. Nima bo'ldi, tinchlikmi? Wow, bu juda ham ajoyib. Joyimizda egallasak ham bo'ladi. Men shu yerda turaman. Hamma ikki quloq bilan eshitsin, Jalod. Men dam olishga chiqmoqchiman. Shuning sababli kim menga hukmdor bo'lib tura oladi? Shuningdek, hozir kimni aniqlaymiz? Tezroq bo'linglar, yoki buni men o'zim tanlashim kerakmi? Xo'sh, ko'raylikchi. Grokus. Grokus, bugundan sen boshlab hukmdor sensan. Men ketayapman, hammaga xayr. Nima? Endi men Lokmanmi? Endi men Lokman. Mening rejalarimdan bittasi, mana mening rejalarimdan bittasi. Birinchisi boy bo'lish, ikkinchisi armiya yig'ish, uchinchisi yaxshi bo'lish. Bulardan biri menga ish berdi va men boy bo'ldim va skeletlar menga bor pullaringni beringlar, menga hammasini. Nima kutyapsizlar? Yo, balki kerak emasdir. Menga eng zo'r hamma pullaringni beringlar. Yo, bana bobom rostlarda pul ko'p ekan-ku. Yo, bobom meni aldabdi ular. Yo, Jallod. Cho'chqa bashara, menga pullaringni ber. Yo, balkim kerak emasdir. Yordam. Yo, shulardan bittasi, men kunlarimni o'tkazyapman. Onasini yeymisan? Men birorta shamlar rejasini o'xshata olmadim. Bu kim edi? To'xta, Jallod, to'xta, beqaka. To'xta. Bu xatmi? Yo, bana bobom xat. O'qiymiz buni. Stolba koordinatalari. Yo. Men o'ylashimcha, men shu yerga borishim kerak. Yigitlar, sizlar bilan qayta ko'rishamiz degan umiddaman. Men ketdim. Yo, bana bobo nimaga meni quvlayapti bular? Yo, tushunmayapman. Menga yordam bera olasanmi? Alo. Bo'ldi, rahmat. Men shu yerga kelib oldim. Endi shu yerga boraveramiz. Yo, bu portalmi? Men birinchi marta portalga kirishim. Bunga kirib ko'ramiz. Men birinchi marta portalga kirishim. Yo, men qayergadir kelib qoldim. Bizning orqamizdan yuring. Biz sizning xo'jayinimizni oldimizga olib boramiz. Janob, men Grokusman. Menda bu yerda ish topiladimi? Agar kollektor bo'lib istasangiz, mana unga imzo qo'ying. Bu orqali siz soliqchi bo'lib ishlaysiz. Mana imzo qo'ydim. Yaxshi. Mana avtomatlaringiz, bu qurollaringiz menga foyda tegadi degan umiddaman. To'xtang. Soliq to'lash vaqti keldi. Menga soliq bering. Yo, mayli, men tinchgina ketib qolaman. Bu xonadonni chaqirib olaman. Yo, bo'ldi. Bo'ldi, ketaman. To'xta, kichkintoy, sen soliq to'lashing kerak. Soliq. Yo, sen. Yo, kerak emas. Shlyapali menga. Yo, balkim kerak emasdir. Endi men o'zim bilgancha ish tutaman. Birodar, sen soliq to'la, bo'lmasam o'lasan. O'lasan dedimmi? Sizlar soliq to'laylar, yaxshi o'lib qolasizlar. Yaxshi, menga ish berdi, yaxshi. Hammalaringni otama soliq ber. Yaxshi, bu katta biznes bo'ladi. Pul ber, yo'qsa seni o'ldiraman. Menga gapimga ishondingmi? Voy. Menga endi kelishlaring yetmaydi. Pul ber, yo'qsa o'lasan.
Yo'q, menga u narsa o'tmaydimi? Ozgina dam olaman. Mana sizga soliqlaringiz. Menga endi oyligimni bering. Maoshim. Sen gapi. Nima siz meni aldayapsizmi? Yo'q. Sen boyagi qog'ozda o'qidingmi? Yaxshilab o'qi. Mana bu joyda hamma soliqlar yig'ilganda kattaga beriladi deb yozilgan. Sen uni o'qiganing yo'q. Shuning sababli o'ylasan. Yo'q, bo'ldi, men sizlarga ishlayman. Va men bularga ishlash davom etdim. Va men o'zimga pul qoldirish g'oyasini o'ylab topishim kerak. Endi men rejamni bittasini qilishim kerak. Men armiyaga yig'ishim kerak. Salom qishloqi. Sen menga armiyaga yig'ishimga yordam bera olasanmi? Bo'ldi. Menga shog'ing chaqir. Mana sen otamiz. To'xtanglar. Sizlar soliq to'lashda qiynalyapti, to'g'rimi? Shuning sababli mana soliq yig'ishini o'ldiramiz. Mana otchinglar. Yaxshi. Молодцы. Zo'r. Sen soliqlar menga tashlab ber. Yaxshi, молодцы, zo'r. Sen ham. Zo'r. Sen ham tayla. Bejo qiling. Yaxshi, sakra. Bejo qilingda uka. Jallod mana. Yaxshi, zo'rsizlar sizlar. Hamma soliqlar bersin. Yaxshi. Bu partada soliq yig'uvchi bor. O'ldiringlar. Hammasini. Bu nima bo'ldi? Otlaring, o'ldir, ot. Men kiraman. Voy dod, men nimalar qilib tayladim. Lekin men shu darqa boshqa qishloqlarda topdim. Men ulardan asta-sekinlik bilan soliq yig'a boshladim. Va mening oshib borishim 420 milliongacha bordi. Men shu bilan boyman. Kunlarimni o'tkazsam bo'ladi. Men endi boy desam ham bo'ladi. Salom. Grov qiz, men seni ko'p vaqtlardan beri ko'rmadim. Bu yerga men senga yordam berish uchun keldim. Qanday yordam? Bu senga yordam beradi. Bu narsa seni eng zo'r mavjudotga aylantiradi. Bu zo'r narsa ekan.